yo o'sha naguzkalarimiz o'zi odatiy hayot tarzingiz qanaqa demoqchiman-da, ko'proq o'tirasizmi, yurasizmi? Yuramiz, ishlaymiz, ta'minotchi bo'lib ishlaydi. Kelib Rossiyada lekin tikka turib ishlaydi to'g'ri. Rossiyada ishi yengil bo'lgan, faqat turish ko'proq bo'lgan. Karantin ishlashgan. Demak, kamroq harakat bo'lib, ko'proq joy turdi. Aslida tizdan orqasiga yuradi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Bo'lmasam, oyoqlaringizni uziyda Dopplerni tekshirib ko'ramiz. Bizga ko'rinadigan tomir bor, ko'rinmaydigan tomirlarimiz, o'shalarni uziyda ko'rib turib, holatini bilib, o'shandan keyin bitta xulosani beraman, xo'p? Yo, operatsiya yoki davolash nimasi yaxshi, to'g'rimi? Hozir holatini bilishimiz uchun anaqasini ko'rib chiqamiz. O'zi qilish kerak. Uziyda aniq bir anaqasi bo'ladi. Yo'lakcha chiqarasizlar. O'zi ham qildirgan ekan, boshqa. Operatsiya degan ekan, sizni nimangizni ko'rib, ashaqqa borib, idosi operatsiya qildirmay davoli. Deb, menga operatsiya qildirmadi, ular. Operatsiya deb. Ikkala taraflama berilibdi, sizlarda anaqasi. Xo'p, bular ko'rishibdi. Endi men o'zim anaqa bilan ko'rishim kerak. O'shanga qarab turib, bitta xulosani aytaman, xo'p?